Mamlakatimizda yoshlar siyosati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Prezidentimizning Ko'ksaroy qarorgohida yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida har haftaning payshanba kuni yoshlar kuni etib belgilanishi bu boradagi ishlarning amaliy ifodasidir. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, yoshlar yangi O'zbekistonning tayanchi va hal qiluvchi kuchidir. Ana shu tashabbus doirasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida yoshlar kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan mazkur tadbirda Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi umumta'lim maktablarining 100 dan ortiq o'quvchi yoshlari, ularning ota-onalari va murabbiylari ishtirok etdi. Shuningdek, tuman hokimligi mutasaddilari, akademiya professor-o'qituvchilari, harbiy xizmatchilar, kursantlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ham tadbir mehmonlari bo'ldi. Akademiyaga tashrif buyurgan yoshlar madaniyat markazi ijodkorlari tomonidan tantanali kuy-qo'shiqlar ostida samimiy kutib olindi. Mutaxassislar tomonidan yoshlarga akademiyada yaratilgan shart-sharoitlar, zamonaviy ta'lim tizimi hamda qutqaruvchilik kasbining mas'uliyati va sharafi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, yoshlarga bo'lgan yuksak ishonch, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda kelajakda malakali mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun yaratilgan keng imkoniyatlar alohida ta'kidlab o'tildi. Har qanday o'zini davlatini kelajagini o'ylagan rahbar albatta birinchi o'rinda yoshlarga e'tibor berishi bizning davlatimiz rahbari misolida, timsolida ko'rinib turibdi-da. Sababi O'zbekiston aholisining qariyb 60% yoshlardan iborat. Shunday ekan, davlatimiz rahbari juda katta potensial, katta kuchni ko'ryaptilar yoshlarda. Kuni kecha an'anaga aylangan uchrashuv, ya'ni yoshlar bilan bo'lgan davlat rahbarimizni uchrashuvlarida ham juda katta islohotlar, juda katta tashabbuslar yangradi. Va bugungi Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida yoshlar bilan uchrashuvimiz, ya'ni ochiq eshiklar kuni sifatida yoshlarni taklif qilganligimiz ham aynan shu islohotlarning bir debochasi desak adashmaymiz. Dasturga muvofiq yoshlar favqulodda holatlarda jabrlanganlarni qutqarish hamda o'zini o'zi qutqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni kuzatdilar. Tezkorlik va professional mahorat uyg'unligi namoyon etilgan ushbu jarayon ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, yong'in qutqaruv maxsus texnikalarining imkoniyatlari, shartli yong'in sodir bo'lgan vaziyatda kursantlarning jangovar yoyilishi ko'rgazmali tarzda namoyish etildi. Muhtaram prezidentimiz hamma sharoitlarni yoshlarga yaratib beryapti. Shuncha sharoitlar yaratildiki, faqat bu narsani e'tiborli bilan yoshlarimizni biza yo'naltirishimiz kerak, yaxshi yo'nalishga. Biz bu yoshlarimizni kelgusida jinoyatchilik yoki huquqbuzarlikka emas, kelajagimizni poydevori sifatida bu yoshlarimizga e'tibor qaratdik. Xususan Uchtepa tumaniga mana biriktirilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyati tashabbusi bilan tumanimizda keng qo'mrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu bilan Uchtepa tumani yoshlari o'zini kelajakdagi vatanparvarlik tuyg'usini oshirdi deb o'ylayman. Axborot resurs markazida yoshlar qutqaruvchilik, yong'in xavfsizligi, fuqaro muhofazasi, huquqshunoslik hamda badiiy adabiyotlar bilan yaqindan tanishdilar. O'quv auditoriyalarida kursantlarning dars jarayonini kuzatishi esa ko'plab yoshlarga kelajak kasbini tanlashda muhim turtki bo'ldi. Biz Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasiga keldik. Mutaxassislar bizlarni qiziqtirgan savollarga juda yaxshi javob berishdi. Biz kelgan paytimizda o't o'chirib ko'rdik, narvonlardan chiqib ko'rdik va ularni Pasharniy avtomobildagi uskunalarini ham hammasi bilan tanishib ko'rdik. Agar shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa, bizda masalan endi birinchi ko'nikma bor va menda juda yaxshi ko'nikmalar hosil bo'ldi. Kelajakda men ham shu joyga topshirishga harakat qilmoqdaman. Ushbu berilgan imkoniyatlardan juda yaxshi foydalanishga harakat qilyapmiz va foydalanyapmiz. Bu imkoniyatlarni bizga berilganidan biz juda xursandmiz. Tadbir yakunida sport va intellektual tanlovlarda faol ishtirok etib, yuqori natijalarga erishgan yoshlar akademiya rahbariyati tomonidan tantanali ravishda taqdirlandi. Mazkur tadbir yoshlar qalbida qat'iy ishonch uyg'otdi. Zero qutqaruvchi bo'lish bu sharaf, bu mas'uliyat va vatan oldidagi muqaddas burchdir. Aziza Nizomiddinova, Aziz Rayimboyev, Poytaxt.